Endi mashinalar suvda yuradi. Qanday deysizmi, hozir sizlarga tushuntiraman. Bu vodorod kamerasi. Ichida suv bor. Bilasizlar, suv vodorod va kisloroddan tashkil topgan bo'ladi. Bu qurilmamiz suvdagi vodorodni ajratib oladi. Hozir sizlarga yoqib buni ishlatib ko'rsataman. Mana ishga tushdi. Mana gaz chiqishni boshladi. Mana gaz suvdan mana gaz chiqyapti. Vodorod gazi ajralib chiqyapti. Bu vodorod mashina injektor yordamida mashinaga ulasa bo'ladi. Buni tajribada qo'llangan dvigatellar bor. Nafaqat mashinalarda, generatorlarda ham yurgizadi. Bu to'g'ri, hozir bundan juda ham kam gaz chiqyapti. Ko'tarsa bo'ladi. Bitta motorologda yoki 5 kilovatli generatorda yurgizishi mumkin. Uni ham qilib ko'ramiz, xudo xolasa. Like bosib do'stlaringizga tarqatib qo'yinglar. Albatta komment qoldiringlar, men o'qib chiqaman. Bundan da qiziqarliroq videolarni o'tkazib o'rmaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmanglar.